Salom hammaga. Tez orada El Clasico va hisobni anaqa bo'ladi degan umiddaman. Bo'ldi? Ha? YouTube format qildim. Salom hammaga. Meni navbatdagi vlogimga xush kelibsizlar. Oldingi vlog adashmasam avgust oylarida edi. Bizda esa hozir oktyabrning oxirlari va bizda oraliqlar boshlandi. Sochlarimiz ancha tikka bo'lib ketdi imtihonlardan charchab va bugun nihoyat soat 2:02 va El Clasicoga sanoqli soatlar qolyapti. Va nihoyat bugun biz El Clasico'ni ko'ramiz. Oldingi videoda hali endi jamoalar shakllanadigan, qanaqadir xatolarga uchrayotgan edi. Hozir esa hamma narsa aniq. Bugun aniq jang bo'ladi. Bugungi vlogimiz o'zgacha bo'ladi. Bu sifatda hayron qolmasangiz bo'ladi, chunki do'stimning studiyasiga kelganman, ya'ni do'stimni uyiga kelganman mehmonga. Biz bugun birga vaqt o'tkazamiz. Bu video qanaqadir kunimizni o'tishi haqida ham bo'ladi. Faqat futbol bo'lmaydi, lekin futbolni tahlili ham bo'ladi. Hozir futboldan oldin hissiyotlar cheksiz, kutib turibmiz. Xullas shunaqa, kanalga obuna bo'lib, like-ni bosib qo'yishni unutmang. O, bratim, qanday? Tinchmi? Bo'ladi. Mana biz hozir bozorlik qilishga keldik. Mani qo'limdan ovqat yeysiz bugun, brat. Day, brat. Nechta ishingga qarab oldim. Xo'sh, taxminiy shotlar. Taxminiy shotga keladigan bo'lsak, o'zi bir oy oldin o'sha o'ylab qo'ygandim. Menimcha katta ehtimol bilan 3-2 bo'lsa kerak. Realni foydasiga deb umid qilamiz, lekin Barsaning foydasiga ham bo'lishi mumkin. Xullas ikkalasini ham olib qo'yapman. Men taxminimni videoni boshida aytganman. O'yindan oldin matga. Kunduzgi holatdagi Madrid shahri Santiago Bernabeu joylashgan stadion podkastlarda erkin fikrlar bildiryapti, podkastlarda tanqidiy fikrlar bildiryapti, shaxsiy hayotini ko'z-ko'z qilyapti. Kimgadir bu yoqadi, kimgadir yo'q. 100% penalti, 100%. Mana. Punaga. Yedingmi? Mana. O'zim mana shu yerdan urish kerak edi. Sun'iy Offside ham yo'q. Mana shu narsa penalti. Mana, nagli penalti bu. Mana, nagli penalti. Mana. Kutilmagan hujum. Madridda yo'q bu yoqda, hech qanaqa farq. Da. Kylian Mbappe. Sanchib qo'ydi-ku, penalti kerak o'ziga. Uslub haqida Fermin Lopesdan. Qanaqa? Endi offside bo'lmaydi, chunki Fermin uzatgan Ya, bo'lsa, qanaqa uzatgan bo'lsa, uni ko'rib chiqadi. Yo'q. Hech qanaqa. Hatto kurashda qatnashgan. Balki endi olarmiz 6-marta birini kerak, chunki yana offside-mi? kompyuter hal qiladi, grafika bor, chiziladi, asabni bunga ketib. Chotarman ishonmayman Barsaga, hozir Barselona ketadi. Hakamning yoniga borib so'rayapti, bormi offside deb. Hakam bor ketaver dedi. Hozircha noma'lum. Biz birinchi ko'rishimiz mumkin, lekin bu 100% ko'rsatib bermaydi. Taxminan. Qani? Menimcha yo'q bu yerda. Mana bu yerda chap qanotda Balde qolib ketdi. Bunisi endi Madridning toza golga bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Yana bo'y sig'ishi. Gol! Mana saldaga. Endi har xil traktovkalari bo'yicha Kylian Mbappe chempionatdagi 12-golida urishi mumkin. Agar foydalashsa. Qani. Ruxsat berildi. Mbappe zarba. Yo-mayo. Dahshat Shesni. Do'stlar, mana soat deyarli 10:30 bo'ldi. Bizda El Clasico tugadi.
kayfiyatlar yomon emas. Barcha Real muxlislarini g'alaba bilan tabriklayman. Haqiqiy g'alaba bo'ldi. To'g'ri, biz ko'prog'ini xohladik, endi haqiqiy o'ch olishni xohladik. Qanaqadir xulosalar olsak bo'ladi. Kunimiz juda yaxshi o'tdi. Ancha charchab qoldik, do'stim ham men ham. Ikkalamiz ham Realga muxlislik qildik. Endi ozroq sovuq kallada o'yinni tahlil qilamiz. Mana bu yerda chiqadi o'yinni jamoalarning sostavlari. Masalan, o'yinni Real futbolchilarini tahlili bilan boshlasak, Kurtua doimgidaqa o'zini uruvenini ko'rsatdi. Valverde birinchi taymda sariq olib qo'yib, keyin ancha ishonchsiz o'yin ko'rsatdi. Militao bilan Hausen ancha yaxshi. Carreras ham ancha ishonchni oqladi, Yamalni cho'ntagiga olib qo'ydi. Gülerni ham biz birinchi taymda ancha-muncha tanqid qildik o'tirib olib, lekin keyin bilindiki, Güler o'zi ancha ko'p ish qilib turgan ekan. Lekin Chouameni bilan Kamavinga вообще kosmos darajada haqiqiy o'yinni yutib bergan futbolchilar shu desa bo'ladi. Chouameni oxirigacha blok qo'yib, Kamavinga вообще Vinicius Junior, Bellingham, Mbappeni aytmasa ham bo'ladi. Ular ham kosmos darajada o'ynashdi. O'zi o'yin juda ham og'ir bo'ldi. Birinchi taym umuman biz kutmagan o'yin bo'ldi. Mana videolarni qo'yishimiz mumkin. Nechta gollar inovat qilinmadi, yana qanaqa qilib Madrid, qanaqadir VAR, Real degan so'zni ishlatish mumkin. Ikkita gol отказ berildi. Mana bu ofsaydni ChatGPTga o'xshagan qanaqadir sun'iy intellektlar bilan chizib, nechidir santimetr Mbappeni oldinga chiqarib qo'yib, o'zi o'yin birinchi taymda hal bo'lib bo'lgan edi. Birinchi taymda o'yin hal bo'lib bo'lgan edi. Mana shu joyda o'ylaymanki, Realni kam dam olgani bilindi-da. Ikkinchi taym haqiqatan tan olish kerak. Realda umuman intensivlik yo'qoldi. Barsaga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Lekin birinchi taymda dahshatli o'yin ko'rsatdi. Biz shokda edik вообще. Birinchi taym juda kuchli o'yin ko'rsatildi. Vinicius Junior вообще u qanaqa Neymar yoki Messini qanaqadir darajalarini ko'rsatdi. U вообще Vinicius Junior nechta vaziyatda o'zi penaltini ham bor deb hisoblayman, chunki Vinicius Junior u yoqda simulyatsiya qilish mumkin emas, chunki tepsa gol bo'ladigan vaziyat edi. U yoqda Yamal juda umidlik qilib oyoqqa tepmadi-yu, lekin oyog'ini tiqdi o'sha joyda. Juda aqlli o'ynadi. Birinchi taymda biz urishimiz kerak edi. Futbolda oltin qoida bor, sen urmasang senga urishadi. Hali ham Barsa ura olmadi. O'sha Güllerni xatosini endi aytmasa ham bo'ladi. Biz uni qancha so'kdik o'yinda. Lekin Barselonani o'ylab ko'rish kerak. Agar asosiy futbolchilar tushsa, menimcha Barselona bu hisobni bunday qoldirmasdi, men fikrimcha. Rostdan ham Lewandowski, Rafinha. Men Barsada to'pni olishi zo'rda, hujumda hech qanaqa o'yin bo'lmadi. Yamal hech narsa qilmaydi, Yamal. Ferran Torres, bitta Rashford yugurdi, u ham faqat yuguryapti, hech qanaqa ideya yo'q. Hamma ishni Pedri, Balde, Zashitniklar qildi, hamma ishni o'shalar qildi. Realda ham juda og'ir o'yin bo'ldi. Real juda boshlang'ich tarkibdan ma'lum ediki, Real o'sha jang qiladigan futbolchilarni tashladi, haqiqatan jang qilib oldi. Ikkinchi taymda o'zgarishlar umuman o'zini oqlamadi, ayniqsa Viniciusni qanaqa e'tiroz berganini ko'rib biz ham hayron qoldik. Rodrigo zo'r futbolchi, lekin nazarimda Rodrigoni o'ng qanotga tashlash kerak. Brahim Diaz umuman o'yinga tayyor emas edi. Mastantoni tashlasa ham bo'ladi. Real hali ham Barsa kechirdi. Juda qimmatga tushardi Viniciusni olib tashlash. Viniciusni baqirganiga jon ham bor. Rodrigo misol hech narsa qila olmadi, Ceballos ham hech narsa qila olmadi. Yangi qo'shilgan futbolchilar o'yinni hech qanaqasiga qo'sha olmadi, lekin Real o'yinni boy berdi va himoyaga o'tirishga majbur bo'ldi. Shu bilan yuragimizdan ushlab o'tirdikda, oxiri g'alaba qozondik. Menimcha Real g'alabaga loyiqroq edi. Kamroq dam olgani ham bor gap. Bu kurash tugadi degani emas. Menimcha keyingi klassikoda hamma eng pik formasida bo'ladi. Ko'rinib turibdi, Yamal ham, boshqa futbolchilar ham. Pedri charchagan, Yamal unaqa formasida emas. Aniq bu Barselona o'zini pik Barselona emas.
Shuning uchun menimcha bu g'alaba zo'r bo'ldida, oldinga kelajak uchun yaxshi bo'ldi. Umuman bu kunimiz yaxshi bo'ldi, qiziqarli vlog bo'ldi deb o'ylayman. Hamma videolarimiz chiqadi. Shunaqa gaplar. Men yana qo'shimcha qilishim mumkin, masalan, Sevilla, Jironalarga o'xshab turib Real yaxshi chiqa olmadi. Hali ham Real ofsaydni to'g'ri ushlab bilmaydi. Mbappening o'zi nechta ofsaydga tushib ketdi. Ko'p joyda Real hali bu uslubga moslasha olmagan, yaxshi o'yinga vazifa qila olmagan deb o'ylayman. Baribir Gülerdan qanaqadir kreativni Mbappega pas kutgandek, Güler umuman pas qilib bermadi. Lekin nima bo'lsa ham bu futbol, biz shunisi bilan yaxshi ko'ramiz. Biz yutqizsak ham hech narsa yo'qotmasdik. Bugungi kunimiz juda ajoyib o'tdi. Yana qaysi uchrashuvda bunaqa maza qilish mumkin? Biz kutdik, maza qildik, o'tirdik. Aslida futbolda mana shu narsalar muhim edi. Masalan, yutqizsa ham xafa bo'lmasdim, chunki bunaqa emotsiyalarni hech qaysi narsadan chiqara olmaymiz. Sifatli o'yin, sifatli o'yin. Barselona futbolchilari ham xafa bo'lmasa bo'ladi. Hech qanaqa unda juda ham qanaqadir tafovut bilan yutqizishgani yo'q. Sabablari ham yetarli. Unchalik hech kim xafa bo'lmaydigan o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Real uchun mentalniy bu narsa muhim edi g'alaba. Shuning uchun Realni muxlis sifatida bundan xursand bo'lamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha xayr. Xayr.